Tadbirkorning o'z tovar yoki xizmatini patentlashdagi xatosi shundaki, tadbirkor avvalo o'zining tovar yoki xizmatini bozordagi shu turdagi tovar va xizmatlardan farqlaydigan jihatini aniqlab olish kerak bo'ladi. Chunki deganda ayrim tovarlar iste'molchining ong ostida ko'rinishi bilan joy olsa, ayrim tovarlar so'zi va boshqa jihatlari bilan joy oladi. Ayrim tovarlar esa sifati bilan. Siz avvalo sizning tovaringiz bozorda iste'molchilaringiz bir-biriga tavsiya qilsa, do'stiga yoki qarindoshiga tavsiya qilsa, nomi bilan tavsiya qiladimi yoki uni ko'rinishini tavsiya qiladimi yoki sifatini tavsiya qiladimi? Aynan tovar belgisini kuchi shunda. Inson ongiga joylashib olgandan keyin inson o'zi bilmagan holda shu tovarga ishonib qayta sotib olaveradi. Uning yonida shu turdagi undan arzon va sifatli bo'lsa ham unga qaramaydi. Siz asosan tadbirkorlar patentlashda aynan o'zing tovaringizni yoki xizmatingizni bozordagi o'sha unikalligiga e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Va siz ushbu o'ziga xos ajralib turuvchi jihatini topganingizdan keyin tovaringizni ajralib turuvchi jihatini patentlashingiz kerak va kelajakda raqobatchilaringiz shu sizning o'ziga xos jihatingizni ko'chira olmaydi. Ko'chirganda esa qonunchilikda javobgarlik mavjud va siz bemalol raqobatchingizni to'xtatib, o'zingiz o'ylab topgan yangi yo'l, yangi yo'nalishda monopol maqomga ega bo'lasiz.